Ushbu pomidor yetishtiradigan plantatsiyamizni umumiy maydoni 510 gektar tashkil qiladi. 510 gektarni yarim qismiga pomidor ekanmiz, qolgan yarmiga almashlab ekish uchun makajo'xori va bug'doy ekinlarini ekamiz. Pomidorimizni asosan biz ikki xil navini ekamiz. 70% ga yaqin qismini Basta, Klaus firmasini Basta navini ekmoqdamiz va qolgan 30% da Genetika firmasining Yuki navini ekmoqdamiz. Hozirgi kunda qayta ishlash uchun eng optimal bo'lgan Klaus firmasining Basta navi yuqori mo'l hosili bilan ajralib turibdi. Yetish jarayonida o'ziga xos bo'lgan agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirilishi, sug'orish tizimlaridagi va sug'orishdagi ishlarning to'g'ri yo'lga qo'yilgani va oxirgi etaplarda, ya'ni hosilni yig'ish paytidagi terim jarayonini jadal olib borish bu pomidorni yetishtirish va qayta ishlashdagi eng muhim jabhalar hisoblanadi. Mana pomidorlarimiz sifatli tarzda va mineral o'g'itlardan o'g'itlar vaqtida berilgani uchun ham shakli va nuqsoni yo'q, ko'rib turganingizdek. Bu pomidorlarimizga eng asosiy o'g'itlar hisoblangan kaliyli o'g'itlarni berilgani tufayli uni ta'mi va turuvchanligi boshqa pomidorlardan ancha yuqori o'rinda turadi. Pomidorlarni yetishtirishda uning ko'chatini sifatli tayyorlash va vaqtida ekish, yerlarni vaqtida tayyorlash va sifatli tayyorlash juda ham muhim bosqichlardan biri. Biz asosan pomidor ko'chatlarimizni yerlarimiz tayyor bo'lgandan so'ng 1-aprel sanasidan 25-aprel sanasigacha ekamiz. Chunki bizning yetishtirayotgan mintaqamizdagi ob-havo sharoiti shuni optimal deb hisoblaydi. Pomidor ekilgandan so'ng 4 oy muddatdan so'ng pishib yetiladi. Ya'ni 15-iyul sanasida terim jarayonini boshlasak, 10-sentyabrga qadar eng oxirgi ekilgan pomidorlarimiz pishib yetilib, qayta ishlash uchun terimi amalga oshiriladi. Ushbu pomidorlarni yetishtirishda maydonimiz katta bo'lgani tufayli biz baribir kombaynlar, maxsus Italiyadan olib kelingan kombaynlar yordamida terimni amalga oshiramiz. Ushbu kombaynlarni Italiyaning eng mashhur Guaresi firmasidan xarid qilganmiz va ularning terim quvvati kuniga 300 tonnani tashkil qiladi. Har biri 300 tonnadan. Hozirgi kunda ushbu kombaynlar ishlamoqda va zo'r sur'atlar bilan terimni amalga oshirmoqda.